Demek bugungi mavzumiz vitaminlar mavzusi ekan. Demak, biokimyodagi eng qiziqarli mavzulardan biri. Bugun nafaqat vitaminlar, ular qaysi a'zolar uchun juda ham muhimligini, undan tashqari ular bilan bog'liq bo'lgan turli xil kasalliklar bilan ham tanishib chiqamiz. Vitaminlarimiz o'zi ikki xil guruhga bo'linadi, ya'ni yog'da eruvchi va suvda eruvchi vitaminlarga bo'linadi. Yog'da eruvchi vitaminlarimizga A, D, E va K vitaminlari kiradi. Ular demak nima uchun yog'da eruvchi vitaminlar deyiladi? Chunki ular yog' bilan birgalikda so'rilishi kerak ichakdan, ya'ni yog' bilan birikib, keyin qonga so'riladi. Ayni bilan so'rilish uchun asosiy 3 ta narsa kerak. Birinchisi bu o'tish yo'qligi. Ya'ni yog' yog'larni mayda tomchilarga parchalab tashlab, ya'ni emulsiya hosil qiladi. Keyin mana shu hosil bo'lgan emulsiya bilan yuqoridagi vitaminlar birikib so'riladi. Keyingisi bu oshqozon osti bezi fermentlar, ya'ni pankreatik fermentlar. Ana endi ular demak yog'larni ular parchalaydi. Shu parchalangan yog' bilan yana A, D, E, K vitaminlari birikib so'riladi. Uchinchi qism bu ilium, ya'ni ingichka oxirgi qismi yoki yonboshcha. Bu demak bu qismdan A, D, E, K vitaminlar so'rilishi juda ham muhim. Ya'ni aynan mana shu ilium qismidan yog'da eruvchi vitaminlar so'riladi. Agar mana shu ilium shikastlanadigan bo'lsa, bu vitaminlar so'rilmay qolishi mumkin. Bu bilan bog'liq kasalliklar bilan tanishib chiqamiz. Turli xil mahsulotlarda uchraydi bu vitaminlar. Ulardan alohida har qaysidan tanishamiz hozir. Bularga xos bo'lgan yana bir muhim xususiyat, yog'da eruvchi vitaminlarni o'ziga xos xususiyatlaridan biri, ular yog' to'qimasida to'planish xususiyatiga ega. Ya'ni yog' to'qimasida to'planadi degani bular organizmda toksiklik keltirib chiqaradi degan. Ya'ni yog'da to'planib borib, ya'ni me'yordan ortiq yeydigan bo'lsak, o'sha vitaminlarni yog'da to'planib organizm uchun toksiklik xususiyatiga ega. Ya'ni bular yog'da to'planadi, organizmdan tez chiqib ketmaydi. Shuning uchun me'yorda iste'mol qilish kerak. Ayniqsa A vitamini. Agarda odamda shunaqangi kasalliklar bor, masalan, Crohn kasalligi bo'lishi mumkin yoki infeksion kasalliklar, giardiya va hokazo kabi kasalliklar natijasida inson organizmida steatariya, ya'ni yog'li ichib ketishi, ya'ni axlatni yog'simon bo'lishi. Bunday holatda organizmda yog'lar so'rilmay qoladi. Ichakda so'rilish yuzasi zararlangan bo'ladi. Zararlanish hisobiga yog'lar so'rilmaydi. Demak, yog'da eruvchi vitaminlar so'rilishi uchun bizga yog'lar kerak. Yog'lar so'rilmay qolgandan keyin A, D, K vitaminlari ham o'z navbatida so'rilmay qoladi. Yog'da eruvchi vitaminlarimiz o'tish yo'liga bog'liq, pankreatik sekresiyalarga va iliumga bog'liq ekan. Bularning toksikligi suvda eruvchi vitaminlarga nisbatan ko'proq uchraydi. Sababi suvda eruvchi vitaminlar tezda organizmda o'z funksiyasini bajarib chiqib ketadi. Yog'da eruvchilar esa demak yog' to'qimasida to'planish xususiyatiga ega. Shuning hisobiga bularning toksiklik xususiyati ko'proq uchraydi suvda eruvchilarga nisbatan. Malabsorpsiya sindromlari, ayniqsa steatariya bilan kechuvchilar, masalan, sistik fibroz va seliakiya kasalliklari. Sistik fibrozni biz o'zbek adabiyotlarida ko'proq mukovitsidoz yoki shilliq qavatlarni qalinlashib qolishi kabi jumlalar bilan o'rganganmiz. Sistik fibroz qanday qilib malabsorpsiyaga sababchi bo'ladi? Bilamiz, pankreas, ya'ni oshqozon osti bezimiz ham o'ziga xos shilliqlar ishlab chiqaradi. Mana shu shilliqlari mukovitsidoz, ya'ni sistik fibroz kasalligida qalinlashib ketadi, qattiqlashib ketadi o'sha ishlab chiqaradigan shilliq suyuqligi. Shuning hisobiga pankreasda egzokrin bezlarida tiqilmalar paydo bo'ladi. Shuning hisobiga normal ishlab chiqarsa ham, masalan, amilaza, lipaza kabi fermentlar normal ishlab chiqarsa ham, demak, egzokrin yo'llarida tiqim hosil bo'lish hisobiga normal sekresiya qila olmaydi. Bilamiz, pankreatik sekresiyalar ham juda muhim ahamiyatga ega yog'da eruvchi vitaminlarni so'rilishi uchun. Aynan mana shu mukovitsidoz kasalligida pankreatik sekresiyalar kamayib ketishi hisobiga yog'da eruvchi vitaminlar kamayib ketishi mumkin ekan. Keyingisi bu seliakiya kasalligi. Bu kasallik glutenga nisbatan antitanalar shakllanishi hisobiga kelib chiqadi. Gluten nima? Ko'proq dukkakli mahsulotlar tarkibida uchraydigan oqsil hisoblanadi. Aynan mana shu
misol uchun non yegandan keyin o'sha insonda o'sha non tarkibida gluten oksidiga nisbatan antitana shakllangan bo'ladi. O'sha antitana nafaqat gluten oksidini, balki ichak yuzasini ham zararlab qo'yadi. Ichak yuzasi zararlangandan keyin o'z-o'zidan nafaqat yog' deruvchi, balki suv deruvchi vitaminlar ham so'rilmasligi, umuman temir va hokazo minerallar so'rilmay ketadi. Bundan tashqari yana mineral yog' iste'mol qilish ham, me'yordan ortiq mineral yog' iste'mol qilish yog'da eruvchi vitaminlar yetishmovchiligiga ham sababchi bo'lishi mumkin edi. Suvda eruvchi vitaminlar bularga B guruhi kiradi. B guruhi vitaminlari, C vitamin kiradi. Bular yuqorida aytgandek organizmdan chiqib ketish vaqti juda tez, organizmdan juda ham tez chiqib ketadi. Faqatgina vitamin B12 va vitamin B9 bular jigarda zaxiralanish xususiyatiga ega. B12 jigarda 3-4 yilgacha zaxiralanadi. B9 3-4 oygacha. Bu degani, misol uchun B12 saqlaydigan mahsulotlar, masalan, asosan go'sht mahsulotlari uchun B12 masalan savol kelishi mumkin. 2-3-4 oy yemay qo'ydi go'sht mahsulotlarini. Shuni hisobiga qaysi vitamin kamayib ketadi deb so'rab qolish mumkin. Shunaqa paytda B9 degan javobni olasizlar. Sababi B12 kamayib ketishi uchun yillar kerak bo'ladi. Chunki zaxirasi jigarda juda ham ko'p. B9 esa tezda tugab qoladi. Endi agarda B kompleks vitaminlari umumiy fon B1 dan B12 gacha shu vitamin yetishmaydigan bo'lsa, organizmda umumiy simptomlar kelib chiqadi. Ya'ni dermatit, glossit, diareya. Dermatit degani bu terni yallig'lanishi, glossit bu til yallig'lanishi, diareya esa ich ketish kasalligi. Mana rasmlarda ko'rishingiz mumkin. Dermatit terida qichishishlar bilan, qizarishlar bilan kechadi. Glossit esa til yallig'lanishi bilan kechadi. Bundan tashqari bular koenzimlar hisoblanadi. Masalan, vitamin C yuqorida ko'rgandek, kollagen sintezida koenzim vazifasini bajaradigan, ya'ni kollagen gidroksillanishi uchun kofaktor vazifasini bajaradigan. Bundan tashqari bular turli xil koenzimlar uchun prekursor hisoblanadi. Misol uchun fat uchun B2 vitamin, ya'ni riboflavin prekursor hisoblanadi. Ya'ni B2 vitamindan fat hosil bo'ladi. B3 dan koenzimlar hosil bo'ladi. Bular ikkalasi ham Krebs siklida va bundan tashqari yana elektron transport chainda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bularni batafsil ko'rib chiqamiz. Endi do'stlar, dieta qiladiganlar qanaqa vitamin yetishmovchiligiga sabab uchrab qolish haqida batafsil gaplashamiz. Birinchisi bu vegan diet. Ya'ni umuman hayvon mahsulotlari yemaydigan insonlar. Bular nafaqat go'sht, balki sut va sut mahsulotlari va hokazo. Tuxum ham yemaydi. Ya'ni hayvon va unga bog'liq bo'lgan har qanday mahsulotni iste'mol qilmaydigan insonlar, demak, vegetarianliklar bilamiz. Agar mana shu insonlar uzoq vaqt davomida mana shu dietada yuradigan bo'lsa, vitamin B12, temir, vitamin B2 va vitamin D kamayib ketishi mumkin ekan. Aynan mana shu vegetarianlarga bizni ovqatiga yoki qo'shimcha mahsulot sifatida ushbu vitaminlarni qo'shib berishimiz kerak. B12, temir, vitamin B2 va vitamin D. Keyingisi bu ko'p miqdorda tuxum oqini yeydigan insonlar. Ya'ni bodybuilderlar ko'proq shunaqa faqat tuxum oqidan yeydi. Agar ko'p miqdorda tuxum oqidan yeydigan bo'lsa, vitamin B7 yetishmovchiligi kelib chiqadi. Ya'ni tuxum oq tarkibida ko'proq avidin degan oqsil bor. Mana shu avidin oqsili vitamin B7 ni bog'lab olib, uni so'yilishiga yo'l qo'ymaydi va afatdan chiqib ketishiga va organizmda vitamin B7 kamayib ketishiga sababchi bo'lar ekan. Keyingisi bu untreated corn yoki pishirilmagan makkajo'xori desak ham bo'ladi. Ko'proq bu Afrika mamlakatlarida, ya'ni oziq-ovqat yetishmaydigan joylarda
qonligicha yeyilsa agarda va boshqa oziq-ovqat bo'lmaydigan bo'lsa yeyishga, shuni hisobiga demak vitamin B3 yetishmovchiligi kelib chiqar ekan.